katta hosil olmoqchi bo'lsangiz, bahorda emas, qishda tayyorgarlik qilishingiz kerak bo'ladi. Ko'rib turganlaring shingonoq daraxti. Hozir bu shingo daraxtida qalqonsimon zarar kunandalar ko'payib ketgan. Bular ko'paysa, doimiy daraxtni nam ushlab turishi sababli zarar kunandalar ko'payadi. Daraxtni hayotiy kuchini pasaytiradi. Qancha dori ko'p sepsangiz ham ta'sir qilmaydi. Shuning uchun biz bularni hammasini po'stlog'ini ko'chirib chiqamiz. Har bitta daraxtni bu yerda bitta daraxt ko'chirib qo'yganmiz. Po'stlog'ini shu holatda iloji boricha maxsus o'zini po'stloq ko'chiradigan uskunasida ko'chirish kerak bo'ladi. Buni aslida napor bilan, yuqori davleniyali napor bilan ham sepib po'stlog'ini ko'chirib tashlasa bo'ladi. Hozir bu qish sababli bo'lgan ish, hozir minus darajada bo'lgani sababli biz qo'lda qilyapmiz. Agar minus darajada sepsangiz daraxt nam bo'ladi, sovuq uradi, yaralani tezroq ochilib ketishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha qo'lda po'stlog'ini ko'chirish kerak. Ko'rib turganlaringizda namlik yuqori bu taraflarda havo aylanishi yomon bo'lgani sababli shoxlarni ochamiz, kesamiz, havo aylanishini yaxshilaymiz va po'stlog'ini olamiz. Mana shu holatda bo'ladi. Har bittasini iloji boricha po'stlog'ini chiroyli qilib olamiz.